Endi dori bu hali volshebniy tabletka emas, sehrli bir tayoqcha yo tabletka emas. Uni iste'z hamma yo'q hal bo'lib ketgan. Mana shu oiladagi holatga ham to'g'ri qarashni o'rganinglar. Xo'p? Nima kerak bo'lyapti? Kechasi shu 11:30-12 har kuni bir vaqtda turib yey oladi. Hech nimaga qilmaydi. O'zim Xo'p, tashlab. qachondan beri shunaqa bo'lyapti? 1 oy, 2 oy. Nimadan keyin boshlandi? Sababsiz boshlandi. Oilaviy muhit tinchmi? Nima? Mana bolam bezovta bo'lyapti deymiz, oila notinch bo'lsa, o'sha notinch oilaning bitta qismi shu bo'ladi. Uyqusini topib olishi qiyinmi yoki uxlab oladi-yu, tez-tez uyg'onadimi? Tez-tez uyg'onadi. Topib olishi ham qiyin, tez-tez ham uyg'onadi. Mana shu bolalar nevroz kasalligi deymiz, endogen sabablar bo'ladi, ekzogen sabablar bo'ladi. Organizmga nisbatan olib qaraganimizda, endogen sabab degani organizmning ichidagi sabablar. Hamma biladi, misol uchun gijjasi ko'payib ketdi deydi. Ya'ni ichlarida har xil gelmitlar ko'payish natijasida o'zidan toksin moddalar ishlab chiqarish natijasida nerv sistema juda ham qo'zg'aluvchan bo'lib qoladi. Uyqusini buzadi, ishtahani buzadi, terining rangi, tiniqligi buziladi, bolaning kayfiyati tushgan bo'ladi. Oddiy bitta o'sha gelmitning ta'siri. Bundan tashqari ichkarida tez-tez kasal bo'lishlar. Bu ham organizmning ichida bo'layotgan narsalar, to'g'rimi? Qayta-qayta kasal bo'lamiz, antibiotiklar olamiz, balans buziladi, disbakteriyoz bo'ladi, ichak faoliyati buziladi. Bu ham nerv sistemaning qo'zg'aluvchanligiga olib keladi. Endi ekzogen ta'sir degani tashqi omillar degani organizmda. Ya'ni tashqi omilga birinchi o'rinda kim? Ona. O'sha yashayotgan oila, maktab, bog'cha kiradi. O'shuning uchun doim so'rayman. Oila tinchmi deb birinchi o'rinda so'raymiz. Bolam tinch bo'lsin desalaring, o'zlaring tinch bo'linglar birinchi o'rinda. Bola nima bo'lishini xohlasangiz, o'zlaring o'sha tomonga o'zgaringlar-da. Siz asabiy, jirraki bo'laversangiz-u, bolani yuvosh bo'lishini xohlasangiz. Bu qanaqasiga bo'lishi mumkin, to'g'rimi? O'shuning uchun to'g'ri doktorga olib borasiz, doktor organizmni tekshiradi, kamqonlik bormi, gijjasi bormi, boshida qanaqadir patologiya o'zgarishlar yo'qmikan deb turib, ularni tekshirib, ularni bartaraf qilsa-yu, lekin oilani tinchlantirmasak, hariga narsa foydasi bo'lmaydi. O'zingizga ham dori yozib beraman, Endi dori bu hali volshebniy tabletka emas, sehrli bir tayoqcha yo tabletka emas. Uni iste'z hamma yo'q hal bo'lib ketgan. Shu oiladagi holatga ham to'g'ri qarashni o'rganinglar. Xo'p?